O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqotida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek biznesni boshlashda davlat xizmatlarini kompleks tarzda ko'rsatishni yo'lga qo'yish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining biznes yuritishni hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirishga doir navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Ushbu farmonni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad etib, tadbirkorlarning ma'muriy xarajatlarini 90 milliard so'mgacha qisqartirish, shuningdek, davlat organlari bilan o'zaro hamkorlik jarayonida 15 kungacha vaqtni tejash belgilangan. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-yanvardan boshlab biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishda bir vaqtning o'zida elektron raqamli imzo kalitini berish, bank hisob varag'ini ochishga ariza topshirish hamda ularni faollashtirish, ayrim faoliyat turlari bo'yicha litsenziya, ruxsatnoma olishga ariza yoki xabarnoma yuborish, ko'chmas mulk ijara shartnomasini rasmiylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini olish, onlayn nazorat kassa mashinalarini onlayn ravishda xarid qilish va ularni soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazish hamda yuridik shaxs rahbarini tayinlash va uni yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy axborot kompleksida hisobga qo'yish xizmatlarini ko'rsatish tartibi joriy etiladi. Bunda tadbirkorlik subyekti har bir xizmatdan o'z tanlovi asosida ixtiyoriy ravishda foydalanadi va tanlangan xizmatlar bo'yicha yagona QR kod orqali to'lovni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi va tadbirkorlik subyektlarining birlamchi ma'lumotlari, ya'ni ismi, familiyasi, otasining ismi, firma nomi, manzili, tashkiliy huquqiy shakli o'zgarganda ushbu ma'lumotlar bo'yicha o'zgarishlar yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomasiga, litsenziya, ruxsatnoma va xabarnomalarga avtomatik tarzda idoralararo elektron hamkorlik yo'li bilan bepul kiritiladi. Shuningdek, 2026-yil 1-martdan boshlab litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun yuridik shaxslarga jarima qo'llanilganda, ularning mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish tartibi bekor qilinadi.